individualniy trenirovka mavzusi. Bu safar hammani qiziqtirgan ikkita savolga javob berib o'taman. Individualniy trenirovkaga bola necha yoshdan boshlab borsa bo'ladi va qaysi davrda texnikaga, qaysi davrda fizikaga ishlasa bo'ladi? Bugun sizlar bilan aynan shu haqida gaplashamiz. Individual mashg'ulotlarga bolani 6 yoshdan boshlab bersa ham bo'ladi, lekin bolani bolaligini o'g'irlamagan holatda 10 yoshdan boshlab individual mashg'ulotlarga borish manfaatli va rezultat tezroq ko'rinadi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy. Futbolda yozilmagan qoidalar juda ham ko'p va shulardan yana bittasi bola 12-13 yoshgacha faqat top bilan shug'ullanishi kerak. Ya'ni chidamlilikka ishlatmoqchi bo'lsangiz ham faqat top bilan, texnikaga, driblingga faqat va faqat top bilan shug'ullanish tavsiya etiladi. 13-14 yoshdan boshlab bo'lsa, ozgina qo'shimcha yuk qo'shgan holatda fizik trenirovkani trenajyor zalda aynan futbol fitness treneri bilan ishlasa bo'ladi. Demak, 14 yoshdan keyin top bilan shug'ullanish mumkin emas ekanda deb o'ylayotgan bo'lsangiz, aslo adashasiz. Individualniy trenirovkani 14 yoshdan so'ng top bilan har xil kachestvalarga, ya'ni hujumni yakunlash, himoyalanish, maydonni skaner qilish bo'yicha aynan pozitsion mashg'ulotlar bilan shug'ullanish ham mumkin. Hozir yana ommalashib borayotgan turlaridan biri bu jarohatdan so'ng reabilitolog bilan shug'ullanish ham individual mashg'ulotlarga kiradi. Ular bilan ulashgan shaxsiy fikrim agar sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Individual mashg'ulotlar haqida tushunchaga ega bo'lmagan do'stingizga jo'natib qo'ying.